Assalomu alaykum hurmatli podpischilarim, do'stlar. Mana bugun safarimda 110-kuni do'stlar. Ko'pchilik qachon yo'lga tushasiz deyapti. Hozir men Dubaydaman. 110 kun bo'ldi. 115-kundan men Abu Dabidan Qatar tarafga yo'l olaman. Saudiya, Makka va Madinaga yo'l olaman. Bu yog'i ponni cho'l do'stlar. Duo qilib tursalaring bo'ldi. Yo'limdan nima chiqadi, hammasini yengib inshaalloh yetib boraman. Ungacha do'stlar 5 kun bu yerda dam olib, lecheni olyapman, vitamin olyapman. Inshaalloh yaxshi kuch to'plab men yo'lga chiqaman. 5 kundan keyin 115-kundan yo'lga tushaman. Ungacha shu Dubayda do'stlar eng mashhur joylarida haligi talantlarimni shar bilan shu Dubay ahliga, ya'ni butun turistlar ko'p ekan bu yerda, shularga video qilib chiqarib turaman ungacha. Keyin 5 kundan keyin yo'limda davom etaman. Lecheni olib inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Keyin do'stlar juda ko'p inson podpiska qaytaring deyapti. Men sizlar yaxshi